Ey xudoga shukr, va nihoyat uydaman. Iye, keldingizmi dadasi? Yo'q, hali yo'ldaman. Ko'rmayapsanmi, kelganman. Xullas dadasi, bolani oyimkiga tashlab keldim. Endi ikkalamiz bir Magic City'ga borib, suvga baqirib kelmaymizmi? O'zi hayotimni yarmi baqir-chaqirda iborat-da. Iltimos, shu uyga kelganda baqir-chaqir haqida gap bo'lmasin. Keyin suvni ham tinch qo'ygin, tushundingmi? Qayerdan ham Magic City'da suvga baqirishni joriy qilishdi? Aylanishchi. Shirin gaplar kelyapti-yu, ayta olmayman-da. Iltimos, boshqa kun boraylik aylanishga. Hozir dattabo charchaganman. Iltimos, tinch qo'y. Ha, bo'pti. Bir soat dam olib oling. Keyin suvga baqishga boramiz. Dadasi, hali ham yotibsizmi? Soat 7 bo'ldi. Nechun keyin yopilib qoladi? Bora olmayman. Turing. Ha, buyingni sani. Iltimos, xotin. Yo'qoldi. Charchaganman. Uxlang. Ha, bunda yoshligini eslab, любовь qilib, bitta marojniy yeb kelamizmi dudimda? Ona. Xotin. Menga qarada, o'sha bizani 3 ta lyubovimiz bor-da. O'shalar hozir faqat qashayib, pampers taqyapti. Maylimi? Yashaylik. Ozgina uxlay. Ozgina. Курят жадно папирос, думают, как нас закрышевать. O'zi bir yilda bir marta iltimos qilgan bo'lsam, bolalar yo'q bo'lsa, shunda ham shu aylanishni ko'p ko'rdingiz menga. Hech bo'lmasa bir oyda bir marta olib chiqib turing. Xavotir olmang, rasxodsiz aylanamiz. Hech bo'lmasa, doma tagidagi детский plashadkaga chiqaylik. O sen aylanishga chiqsang $50 da shunday chayib orasan. Nimamish? Yilda bir marta aylangan chiqamizmish. O sen через день so'raysan-ku aylanishni. Ha, endi uyda zerikaman-da. Aylanish kayf beradi. Che xotin, shu kayfni boshqa payt qilaylik. Maylimi? Men bugun o'lib qolsam ham uydan chiqmayman. Faqat uxlayman. Bilganingizni qiling, xommi? Ertalabga budilnik qo'ymayman. Menga desa uxlab qoling. Капуста в оборот. Ой, прикупил себе наганчик. Alo, ha o'rta. Aylanishga hozirmi? Ha, soat 3 bo'pti. Endigina 3 bo'pti. Dadasi ham kechasi qayerga? Aylanishga o'rtoqlar bilan. Bizga kelganda siz charchagansiz. O'rtoqlaringiz chaqirsa bo'driysiz. Endi nima deysan, xotin? Mana shunaqa iflosman-da. Kelaman. Dadasi, men ketyapman. Ha, ketaver. Ketishimga pul bermaysizmi? Ha, unayning bir. Har kuni pul so'raysan. Xotin, seni insofing bormi? Voy, 2 yildan beri ishlaysan-da, lekin 2 yildan beri har kuni ertalab men senga pul beraman. O'sha oyligingda o'zingga yetqaz. Ha, unda nimaga kerak? Shuning uchun kerak-da. Ha, boshqa narsa uchun ham kerak, lekin. Между прочим, siz topgan pullaringizda meni ham haqqim bor. Конечно, haqqing bor. Axir men sen uchun 24 ga 7 bankman-ku. Gap ko'paytirmang, pulni bering, ishga kech qolyapman. Bunisini ham bering. O'zim men bu uyga kelganimdan keyin uyingizga fayz va baraka kirdi. Ishlaringiz rivojlanib ketdi. Meni oyog'im bu uyga qutuluv keldi. Yo'q. Demak, men 18 soat ishxonaga borib, kayf qilib o'tirib, pullarimni sipirib olib kelyapman-da, to'g'rimi? Конечно. Endi bu yoqda nima qancha yeb kelyapsiz men bilmayman, dadajonisi. Lekin men kelin bo'lib kelganimdan keyin siz boyib ketdingiz. Xotin, sen 100% haqsan. Chunki ilon bor joyda boylik ham bo'ladi. Bor qol xotin. Yaxshi yetib olgin. Do. Shunda hozir bu gaplardan xafa bo'lingmi? Yo xursand bo'lingmi? M'appelle le temps, ça me sac bla bla. Ishqilib ot uyda bo'lmasin-da. Xotin, uydamisan? Ha, shu yerdaman. Voy. 2 kundan beri qayerda sang'ib yuribsiz? Majlisda edim. Hech qanaqa majlisda yurganingiz yo'q. To'g'risini ayting, qayerda yuruvdingiz? Siz majlisda emasdingiz. Ishxonadagilariga telefon qilib so'radim. Hattoki o'g'irsadan ham so'radim. Siz va 4 ta alkash og'ayningiz ishda bo'lmagansiz. Qayerda edingiz? Gapiring, qayerda edingiz? Sen xotinda sal farosat ishlaydimi, farosat?
Nima savol 4 ta alkash og'ayni bilan dachaga borib 2 kun dam olib 9 million 800 ming to'lab kelganimga namyoq kimosh o'ylayapsanmi? Xato qilyapsan. Ha, tog'da hamkorlar bilan majlis qildik deng. Balki majlis kap aralashayotgandir, ha? Sen xato qilyapsan. Men o'sha majlisda nima qilgan bo'lsam, sen uchun qildim. Oilamiz uchun qildim. Kelajagimiz uchun qildim. Tushunyapsanmi? Bolalarimizni o'ylab qildim. Dugonalarimni yerlar chet ellarga sayohatga olib boryapti. Qimmat kiyimlar olib beryapti. Daysilar podarka qilyapti. Siz menga umuman e'tibor bermayapsiz. Kam e'tibor beryapsiz. Umuman e'tibor bermayapsiz. Odam emassiz. Voy, chera og'zingni. Wow. Xo'rlay bermang, meni ham o'g'lim bor. Mayli, kerak bo'lmasa o'zing bilasan. Mayli, birinchi martasiga kechirdim. Boshqa kech qolmang, xo'p? Qoching. Nima? Boring boshqa joyda yuring. Nima bo'ldi, tinchlik? Tinchlik emas. Qorning og'riyapti. Boring. Ha, настроение yo'qmi? Yana qorning og'riyaptimi? Hazillashmang. Bo'pti. Mana qara. Biz endi xotinmiz. Sen men xotinimsan, men seni eringman. Nima muammo bo'lsa, ikkalamiz hal qilamiz. Tushundingmi? Seni muammoing, meni ham muammo. Qani ayt, nima bo'ldi? Aytsam urushmaysizmi? Ey, gapir. Anaqa dugonamni mashinasini urib oluvdim-da. Shunga usta 50 million so'rayapti. To'lab borish kerak. 50 million? Men qarada, bu hayotda hammaning o'zining shaxsiy muammosi bo'ladi, hech kimga aytolmaydigan. Bu rostdan ham seni o'zingning muammoing. Bunaqa problemangni oilamga aralashtirma. Sog' bo'lgin. 50 millionni qayerdan olaman? Bu uyni hammasinikidan olasan, tushundingmi? O'zi hamma joyga kredit bo'lib yotibdi. Qayerda topaman 50 million senga? Voy, buncha chiroyli. Endi to'yimiz qachon bo'ladi? Tez kunda. Endi umrbod qizlarga qaramaysiz. Telefoningiz meni nazoratim ostida bo'ladi. Yilda 4 marta обязательно sayohatga olib chiqasiz. Keyin har 2 haftada qimmat taqinchoqlar, qimmat kiyimlar olib berasiz. Uyga bozorchilikni ham faqat siz qilasiz. Keyin masalalarni только siz to'kasiz. Sen aytgancha yaqinda tug'ilgan kunim mashina olib berasiz. Eng asosiysi esimdan chiqib ketdi. To'ydan keyin обязательно ishlarni ikkiga bo'lamiz. Bir kun men ovqat qilsam, ikkinchi kun siz ovqat qilasiz. Bir kun men yig'ishtirsam, ikkinchi kun siz uylarni yig'ishtirasiz. Keyin bolani tagiklarini bir kun men almashtiraman, ikkinchi kun siz almashtirasiz. Agarda uyga siz tarafdan mehmon keladigan bo'lsa, siz qaraysiz. Men tarafdan keladigan bo'lsa ham siz qaraysiz. Вообще-то mehmonlarga faqat siz qaraysiz. Yosh qiz. Aslida men yurgan mashinam ham uyim ham o'zimniki emas, hammasi prokat. Mayli, hech qisi yo'q. Rostini aytgan payt keldi. Men kasalman. Короче, 30 ga kirdim. Nafas olsang bo'ldi. Seni boshqa sevmayman. Sariq pisha. Otin, telefonim yo'q, shu o'chib qoldi. Mana. Ko'zini ichidi buni? O'ylashingizni tug'ilgan yili bilan sanasi. Ochmayapti-ku. Nima? Siz hali menga xiyonat qilyapsizmi? Kim u? Oyog'isi yo'q. Adashib ketdim. Tishimni topib. Y la cosa suena rara, y la cosa suena rara. Aka chorsuga. Xo'sh, 15. ya 5 ming qo'shing ketdik. Aka 15 normal aytdim lekin. 5 ming qo'shsangiz ketdik. Aka ketavering. 15 mingga bormasa kech qolaman deb 20 ming. Aka chorsuga. Nechta berasiz? 20. 5 ming qo'shing. Aka 20 normal aytdim lekin. 5 ming qo'ysangiz olib ketaman. Ketavering aka. Aka chorsu. Xo'sh. 25. Ya 30 bo'lsa o'tir. Aka yaxshi narx aytdim lekin. 30 qilaveraylik shuni. Aka 25 bo'lsa yuring, bo'lmasa suring. Tushundingizmi? Bla, kech qolib ketdim-da. 15 minglik taksi 35 mingga chiqdi. Aka. Aka, chorsuga.
Hop, necha bo'ladi? Qancha berasiz? Ha, mashina sizga ayting. Aytib ko'ravering-chi. 100 ming beray va 100 ming. 10 qo'shing, qara. Mana qara, mashinani ko'tingga tushunmayapti. Mana sen 100 ming. Metro qayerda ekan? Metro qayerda? Qaytib taksida yurmayman. Ты горишь, как огонь,